24 soatga ko'rinmas bo'lib qolsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Butun dunyo boyligi o'g'illagan bo'laydim. Men juda ham hozir pulga muhtojman. Berar ham Xudodir, olar ham Xudo. Erkak yig'lamasin, davlat ketsa ham. Uxlagan bo'lardim. Masjidga borib ko'rardim. Endi mumkin emas-ku ayollarga borish. Balki o'g'liga shaymiz. Wow! Savolga javob bergim. Pulli joylarga bepul kirib sayohat qilardim. Fighting with my demons and my demons is when I feel like don't nobody ever feel how I feel and I ain't never sober baby. O'qish joyimga borib, hamma dars qoldirganlarimni plus qilib chiqardim. Alahakata, makataka, chakara